Hop, ana endi IDC kitobdan birinchi mavzuda eng kerakli bo'ladigan qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan misollardan ko'rib chiqamiz. Har bir mavzu bo'yicha ishlanishni boshlaymiz. Demak, 25-sidan boshlaganmiz. Avval birinchidan to 25-gacha sodda qo'shish ayirish amaliga doir bo'lgan misollar bo'lganligi uchun. Hop, 25-sida aynan guruhlashga oid bo'lgan misol kelgan. Bu yerda 14 ta son bor degan. 14 ta sonning ichiga 145 va 55 lar alohida kiradi. Bular ikkalasi 14 ta bo'lish uchun 145 dan 7 ta va 55 dan 7 ta bo'lishi kerak. Endi nima uchun aynan sonni aniqlab oldik? Sabab guruh bilan ishlashimiz uchun. Bizdagi bitta guruhimizning natijasi 145 dan 55 dan ayiradigan bo'lsak 90 va bunga o'xshagan guruhlar bizda 7 ta. Demak, natijamiz 630 bo'lar. Hop, 28-misol aynan agar 60 plus 60 plus va hokazo 60 dan 2400 ga bo'lsa, yig'inda nechta son qatnashgan? Avvalo biz qo'shish amali bilan ko'paytirish amalini farqlash jihatdan va qo'shish amalidan keyin ko'paytirish amaliga o'tish qismimizda bir nechta qo'shiluvchi ko'p qo'shilayotgan joyda qo'shiluvchilar sonini ayni bir qo'shiluvchiga ko'paytirganimizda natija hosil bo'lishini ko'rganmiz. Va bu yerda bizda bergan 60 plus 60 plus 60 plus hokazo 60 natijasi 2400 bo'lyapti. Buni hisobiga aynan 60 lar nechta ekanligini bilmaymiz. Shuning uchun ularning sonini x ta deb olamiz. Va umumiy yig'indini qo'shishdan ko'paytirishga o'tganimizda 60 kara x teng 2400 ko'rishsak tenglamosi bo'ladi va natijamiz 2400 ni 60 ga bo'lsak 40 ta. Demak, bizdagi qo'shiluvchilar soni 40 ta ekan. Xo'sh, endi 30-si aynan 30-si 30 ga bo'lgan misol bilan keldi. Demak, 30 plus 30 plus 30 plus va hokazo 30 teng 60 yig'indagi barcha qo'shiluvchilarni 80 ga o'zgartirsak, yig'indining qiymati nechaga teng bo'ladi? Demak, barcha qo'shiluvchi deyapti. Hozirgiga o'xshagan misol aynan nechta qo'shiluvchi ekanligini aniqlab olishimiz kerak. Biz sonini bilmaymiz. Shu sababli ularda beriladigan sonni x ta deb olamiz va bizda yana tenglama hosil bo'ladi. X kara 30 teng 6060 ko'rinishda va bu yerdan x topsak natijamiz 202 bo'lar ekan. Demak, 202 ta qo'shiluvchi va bu ko'rinishdagi qo'shiluvchilarimiz endi 80 ga o'zgartirilsa desa, to'g'ridan to'g'ri 202 ni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi 80 ga. Natijamiz 1616 va davomida bitta 0, ya'ni 16160 son hosil bo'lar ekan. Endi 34-si aynan 5-sinf matematika keladigan guruhlashga oid bo'lgan qo'shiluvchilarni guruhlab olib yig'inini hisoblashimiz kerak. Biz bu yerda qo'shiluvchilarni ajratib olamiz. Demak, 32 bilan 62, 32 bilan demak 68 ni olamiz. 38 bilan 62 ni va 44 bilan 56 ni. Bu yerda yig'indilarimizning har biri 100, 100 va 100 ga teng bo'ladi. Bundagi natijamiz 3 kara 100 va 3 100 bo'ladi. Demak, keyingisi 43-navbatdagi misolimiz umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish misol bilan bajariladigani. Umumiy ko'paytuvchini aytib ikkalasida bor bo'lgan bir xil ko'paytuvchimiz 13 va 13 ni chiqaramiz. Ammo tartibi ketma-ket o'zgartirilmagan holatda yozamiz. 36 kara 47 plus 60 kara 64. Sabab qolganlarda umumiy ko'paytuvchi bo'lmaganligi uchun o'zini yozib oldim va bu yerda qavsdan natija hosil bo'ladi 36. Ana endi yana umumiy ko'paytuvchi hosil bo'ladi. 36 ni chiqaramiz. Bizda qoladi 13 plus 47 plus 60 kara 64. Yana hisoblamasida yozdim. Bu yerdagi natija 60. Endi yana umumiy ko'paytuvchi bor 60 kara 36 plus 64. Natijamiz 100 kara 64 60 bo'ladigan bo'lsa 6000 chiqar ekan. 47-si bola 12 yoshda, onasi undan 24 yoshga katta, otasi esa 5, onasidan 5 yoshga ko'p. Demak, onasining yoshini hisoblab olishimiz kerak. Onasining yoshi bolaning yoshidan 24 ga katta bo'lganligi uchun, demak, onaning yoshi 36 yosh bo'lar ekan. Otasi esa onasidan 5 yoshga ko'p deyapti. Ko'p deganimiz uchun biz qo'shamiz. Ya'ni otasi 41 yosh bo'lar ekan. Xo'sh, 50-si 12 dan daftar uchun 48 ming so'm to'lansa, 14 ta daftar qancha turadi? Bo'lishi savol kelgan. Demak, bizdagi bitta daftar narxi
so'm. Qancha ekanligini bilmaymiz. Shu sababli 12 daftarning umumiy narxi 48 ming so'm bo'lganligi uchun 12 kara x ning 48 ming ko'rinishdagi tenglamani ishlaymiz. Va bunda bitta daftarning narxi bizda 4 ming so'm chiqar ekan. Endi 14 ta daftar deganligi uchun 14 ni ko'paytiramiz 4 mingga. Va natijamiz hosil bo'ladi 56 ming so'm. Xo'sh. Keyingisi, demak 54-saydan shart yozilmagan, unda kitobdan o'qib yozib olamiz. Xo'sh, 54-si. Demak, Jasur har kuni 36 km, Ozod esa har kuni 48 km yo'l bosadi. Demak, bizlar masala tariqasida berilgan, shu qisqacha tuz olamiz. Jasur demak bir kunda 36 km deyapti. Ozod esa 48 kilometr yo'l bosadi. Agar ular birgalikda bir joydan yo'lga chiqsa, 288 km bo'lgan masofaga qaysi biri oldinroq yetib boradi? Oldinroq yetib boradi degani bu vaqti, qaysi birini vaqti kam degan hisobda. Ular ikkalasi bir xil turibdi va ketyapti. Ikkinchi qishloq qarab, A qishloqdan B qishloq qarab harakatga yo'lga chiqqan. Demak, A dan B gacha bo'lgan masofamiz 288 kilometr. Birinchisining tezligi 36 ekan, ikkinchisining tezligi 48 ekan. Ular qancha vaqt oralig'ini topib, qaysi biri tezroq borishini hisoblashimiz kerak. Demak, har bittasini vaqtini topib chiqamiz. Demak, Jasur 36 tezlik bilan T1 vaqtda 288 ni bosib o'tgan. Bu yerdan T1 ni topadigan bo'lsak, bizda 8 soat chiqadi. Demak, Jasurni sarflagan vaqt 8 soat, Ozodnikini hisoblaymiz. 48 kira T288 bo'lsa, bu yerdan T2 ni topsak, demak 6 soat. Qaysi birini tezroq bosib o'tadi desa, to'g'ridan to'g'ri tezligi yuqorisi bo'ladi va qancha vaqtda bosib o'tadi degan savolimizga har bittasini boradigan vaqti demak 6 va 8. Ular qancha oldin boradi deganligi uchun 2 soat yoki 2 kun. Xo'sh, keyingisi 56. Barno 1 soatda 36 ta misol kechadi. Bu ham masala ko'rinishida berilgan va qisqacha tuzamiz. Barno 1 soatda 36 ta misol kechar ekan. Malika 6 soatda nechta misol yechsa, Barno 8 soatda shuncha misol yechadi. Ya'ni bu degani Barno 1 soatda x ta misol yechadi va Barno 6 soatda ishlaydiganini, Malika 6 soatda ishlaydiganini Barno demak 8 soatda ishlar ekan. Barno va Malika birgalikda 3 soatda nechta misol yechadi degani uchun har bittasini topib olib, keyin 3 soatdagisini hisoblashimiz yetarli. Demak, Malikani 1 soat yechadigan misol 48 ta va ular birgalikda 3 soat deganligi uchun ikkalasini 1 soatda bajaradigan ishini topib olamiz va uni 3 ga ko'paytiramiz. Natijamiz 84 kara 3 bo'lsa, demak 252 ta misol bajarar ekan. Xo'sh, keyingisiga o'tsak, demak 58 berilgan bizda. 30 soni dastlab 5 marta, keyin yana 90 ga orttirildi. Hosil bo'lgan son dastlabkisidan necha marta ortdi? Demak, 30 soni dastlab 5 marta degan, marta so'zi degani uchun bunda ko'paytiramiz. Dastlab 150 ga teng bo'lyapti, keyingisi esa yana 90 ga orttirildi degan. 90 ga orttirildi deganligi uchun 150 ga qo'shishimiz kerak. 90 ni natijasi bo'ladi 240. Endi savolga qaytamiz. Hosil bo'lgan son dastlabkisidan necha marta ortadi deyapti. Bu uchun oxirgi hosil bo'lgan sonimizni birinchida berilgan sonimizga nisbatlanamiz. Bizda 8 marta ortar ekan. Keyingisi 60. 3600 va 24 sonlarning bo'linmasini hosil qilish uchun 200 dan qanday sonni ayirishimiz kerak? Buni hisoblash uchun tenglama tuzib olsak ham bo'ladi. Demak, 200 dan qandaydir sonni ayirsak, 3600 ni 24 soniga bo'lgandagi bo'linma hosil bo'ladi degan ko'rinishda masala keldi. Xo'p, demak 200 minus x'imiz teng bo'larkan nechiga? 3600 ni 24 ga bo'lsak, xo'sh, 150 hosil bo'lar ekan. Demak, 200 ni nechaga kamaytirishimiz kerak ekan? 50 ga. 250 ga kamaytirsak, 3600 ni 24 ga bo'lganimizdagi natija hosil bo'lar ekan. Ana endi 61 dan to'g'ri 65 gacha berilgan qo'sh tengsizliklar qanoatlantiruvchi barcha natural sonlarni yozing degan. 61-si bizda qo'sh tengsizlik bergan.
Demak, n katta yoki teng 1, kichik yoki teng 9. Tengsizlikka kelib to'xtaladigan bo'lsak, tengsizlik ishorasi ikki xil aytganmiz, qat'iy va noqat'iy. Qat'iy bo'lsa faqat katta yoki faqat kichik, agar noqat'iy bo'ladigan bo'lsa katta yoki teng, kichik yoki teng, ya'ni o'zi ham bo'lishi mumkin degan savol bo'ladi. Demak, endi qabul qilish mumkin bo'lgan natural sonlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va 9. Ya'ni 9 ta natural sonimiz qanoatlantirar ekan. Ha, endi qat'iy tengsizligimizga ko'ra berilgan misollar bor ekan. Bizda 20 n katta 21 dan kichik yoki teng 25 dan, ya'ni bittasi qat'iy, bittasi noqat'iy. Qat'iy deyotganligi sababli 21 dan albatta katta bo'lishi kerak n, ya'ni n ni qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari 22, 23, 24 va bu yerda tengsizligimiz noqat'iy bo'lganligi uchun 25 ni o'zi ham kiradi, ya'ni 4 ta natural sonimiz qanoatlantirar ekan. Keyingisi bizda keyingi nomerimiz 66-si. Quyida berilgan qatorda nechta natural son bor? Aynan natural sonlar orasidagi berilgan sonlarni umumiy sonini topishga doir bo'lgan topshirig'imiz 66-si. 1 dan boshlanib 1, 2, 3 va hokazo. Demak 45 va 46 gacha deyapti. Agar 1 dan boshlanib n natural son berilsa, bu yerda o'sha n ichiga teng bo'lsa, o'shancha natural son bor degani. Ya'ni 1 dan boshlanganligi sababli bizda 46 ta natural son ketma-ket kelgan va 46 ta natural sonimiz bor degan. 69-si bu yerda ikki xil usulda ko'rsatib bo'ladi. Demak 23, 24 va hokazo ketdi 123, 124 gacha deb bergan. Ya'ni ikki xil deb aytishimizning sababi bitta oldingisi va o'zi bilan ishlashni tushuntiraman. Ya'ni birinchi usul deb oladigan bo'lsak, agar sonlar qatorida birinchisi va oxirgisi kiradigan bo'lsa, nechta son borligini topishimiz uchun oxirgisidan birinchisini ayirib, birini qo'shamiz. Ya'ni bu yer natijamiz olsa bo'ladi 102 ta natural sonimiz bor ekan. Ikkinchi usul, ya'ni o'zidan oldingisini ayirish yetarli. Ya'ni natural sonlar orasida nechta natural son borligini topishimiz uchun bizga berilmagan natural son 22 mi? Mana shu 22 ni ayirishimiz yetarli. 124 dan ayiramiz 22 ni. 102 ta natural son bor ekan. Ikkalasida ham bir xil natija chiqdi. Bu bizning javobimiz to'g'ri ekanligini ifodalaydi. Xo'sh, keyingisi 79-chi savolimiz. Ko'p xonali sonlarni xona birliklari yig'indisi ko'rinishida yozing. Bu 5-sinf matematikasiga oid bo'lgan savol. Ya'ni 65472 sonini xona qo'shuvchilar yig'indisi shaklida yozing. Ba'zi adabiyot ikki xil ko'rinishda beriladi. Aynan test yoki yozma tariqasi bo'lsa, ikkalasi ham to'g'ri. Ya'ni qanday? Natural sonni xona qo'shuvchilarga ajratishimiz uchun berilgan xonada turgan raqamni xonaga ko'paytiramiz. Xonaga ko'paytirish degani bizda 5 xonali son berilgan, birlar, o'nlar, yuzlar, minglar hamda 10 minglar. Birinchi hol deb yozaman. Birinchi holatda o'rganganimiz, demak 65472 ni biz 60000 plus 5000 plus 400 plus 70 plus 2 tariqasida. Ikkinchi holatda ba'zi adabiyotda ajratadi buni. Demak, xona qo'shuvchilarga ajrat desa, yana xonaga ko'paytirish usuli. Ya'ni 65472 ni 6 ko'paytirilgan 10000 plus 5 ko'paytirilgan 1000 plus 4 ko'paytirilgan 100 plus 7 ko'paytirilgan 10 plus 2 ko'paytirilgan 1. Ikkalasida ham natija bir xil, ikkalasi ham natural sonni xona qo'shuvchilarga ajratishga misol bo'ladi. 81-si eng kichik 3 xonali son bilan eng katta 2 xonali son yig'indisi. Demak, eng kichik 3 xonali sonimiz bizda 100. 3 ta raqam. Eng kam bo'lish uchun nollar soni ko'p bo'lishi kerak. Eng katta 2 xonali son degan, demak, bir xil raqamlarga bo'lingan 99 ikkalasining yig'indisi 199 bo'lar ekan. Xo'sh, keyingisi bizda 84 misol olingan ekan. Turli raqamlar bilan yozilgan eng katta 3 xonali sonni yozing.
Demak, turli raqamlar bilan yozilgan desa, raqamlar tartiblanishi kattasidan kichigiga qarab berilishi kerak. O'zi raqamlar deganda biz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va 9. Mana shu 10 ta raqamni tushunamiz. Endi 3 xonali son deyotganligi uchun 3 xonali sonni harfiy ifoda ko'rinishi ABC va ustida chiziqcha bo'lishi kerak. Endi tartiblari eng kattasi va turli raqam bo'layotganligi uchun birinchi o'rinda 9, ikkinchi o'rinda 8 va uchinchi o'rinda 7 kelishi yetarli. Xo'sh, keyingisi demak 87-chi misolni belgilaganmiz. 3042 sondan katta va 6 raqam bilan tugaydigan eng kichik to'lqonli son. Ya'ni shunday sonni yozishimiz kerak, 3042 dan katta bo'lsin. Ya'ni to'lqonlisini yozaman. ABCD ko'rinishda va oxirgi raqami albatta 6 bo'lsin deyapti. Va shu birinchi keladigan. Demak, 3042 dan katta va oxirgi raqami 6 bilan tugaydigan to'lqonli sonlar ichida eng kichigi 3000 6ni bo'lar ekan. Keyingisi 90-misol 2, 3, 4 raqamlardan ularni takrorlamasdan. Demak, bu kombinatoriyaga misol bo'ladi. Demak, 2, 3, 4 raqamlardan foydalanib, ularni takrorlamasdan nechta 3 xonali son tuzish mumkin deyapti. Yana 3 xonali sonni harfiy ifodasiga o'tib qilamiz. Endi kombinatoriyaga deb belgilasak, buni yozib chiqishimiz ham mumkin, lekin vaqtni ko'p sarflaydi. Sababi 3 ta raqam bo'lgani uchun yozish qulay, lekin 4-5 ta raqam kelsa biroz murakkablik tug'diradi. Aynan qaysi sonni yozganimiz, yozmaganimizni bilmay qolishimiz mumkin. Raqamlar takrorlanmasa, bu yerda berilgan raqamlar soni bilan ishlaymiz. Bizga 3 ta raqam berilgan, ya'ni birinchi o'rinda 3 ta raqam kelishi mumkin. Ikkinchi o'rinda bu A o'rniga ketganligi sababli endi bizda 2 ta raqam qoldi. O'zi 3 ta raqam bor edi, 2 ta raqam ketdi. Endi sen o'rniga bitta bo'lishi mumkin. Demak, raqamlar takrorlanmagan holatda 6 ta 3 xonali son yozishimiz mumkin ekan. Keyingisi qo'shuvchilardan biri 18 ga, ikkinchisi 16 ga oshirilsa, yig'indining qiymati qanchaga oshadi? Demak, qo'shiluvchi va yig'indi berilgan bizda. Demak, aytyapti, birinchi qo'shiluvchi 18 ga ortsin, ikkinchi qo'shiluvchi 16 ga ortsin degan. Va bu ko'rinishda biz qavslarni ochib chiqamiz. A plus 18 plus B plus 18 16. Demak, A plus B plus 34 bo'ldi. A plus B ni o'zini qiymati bu C ga teng, C plus 34 bo'lganligi sababli yig'indi 34 ga ortar ekan. Xo'sh, keyingisi 93-misolni belgilaganmiz. Yig'inda ishtirok etayotgan har bir qo'shiluvchi 4 ga orttirilsa, yig'indi 36 ga ortadi. Yig'inda nechta son qatnashgan? Qo'shiluvchilar soni nechta ekanligini bilmaymiz. Shu sababli x yoki masalan belgilashga turishimiz mumkin. x1, x2, x3 plus xn. O'zi qandaydir a ga teng bizda yig'inda va har bitta qo'shiluvchi x1 plus 4, x2 plus 4, x3 plus 4 plus plus xn plus 4 teng bo'lyapti a plus 24 ga, ya'ni yig'inda 24 ga ortdi degan. Mana bu x1, x2, x3 va hokazo xn ni yig'indini o'zi men olgandim nechaga teng deb a ga teng. Demak, a plus ana endi 4 larni nechta ekanligini bilmayman. Faqat menda n ta son bor. Demak, n ta 4 qo'shildi desam, n kara 4 hosil bo'ladi. Bu ham teng a plus 24 ga. Demak, a lar ketdi. 4 n teng 24, n teng 6. Demak, yig'indimda 6 ta son berilgan ekan. 96-si 1 dan 99 gacha bo'lgan sonlar ketmaga bitta son kabi yozildi. Necha xonali son hosil bo'ladi? 1 dan toki 99 gacha. Demak, 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo 98, 99 yozildi va bu necha xonali son deb bizdan so'rayapti. Necha xonali son ekanligini. Bu uchun biz xonalar bilan ishlaymiz. Bir xonali son nechta desa, o'zi 1 dan toki 9 gacha 9 ta va 2 xonali sonlar ketdi. 2 xonali sonlarimiz 10 dan boshlab toki 99 gacha bu yerda 90 ta 2 xonali son bor. Va 2 xonali sonning o'zini ta'rif bo'yicha ikkita raqam ishlatildi. 90 ta 2 xonali sonda ikkitadan raqam borligi uchun 90 ni 2 ga ko'paytiramiz va bir xonali sonlar sonini qo'shamiz. Shunda
birdan boshlab 99 gacha yozilganda necha xonali son hosil bo'lishi kelib chiqar ekan. Demak 189 xonali son bo'lar ekan. Bu juda kattagina son. Keyingisi 97-savolni belgilaganmiz. 1, 2, 3, 4 raqamlardan foydalanib nechta turli raqamli 4 xonali son hosil bo'lishi mumkin. Boyagi 2, 3, 4 kabi, demak 1, 2, 3, 4 berilgan va 4 xonali son degan A, B, C, D va shart beryapti. Turli raqamli deyilgani uchun A o'rniga kelishi mumkin 4 ta, B o'rniga 3 ta, C o'rniga 2 ta, D o'rniga 1 ta. Demak bizda hosil bo'ldi 24 ta turli raqamli. Ya'ni raqamlar takrorlanmasligi bo'yicha shart kelgan. Endi 98-si o'quvchi birinchi kuni bitta, ikkinchi kuni ikkita, uchinchi kuni 3 ta masala yechdi va hokazo. U dastlabki 20 kunda nechta masala yechgan? Demak, kuniga qarab o'shancha sondagi masala yechgan deyapti. Bir kunda bitta, ikki kunda ikkita, 3 kun, uchinchi kunda 3 ta, to'rtinchi kunda 4 ta va hokazo. 20-kunda 20 ta masala ishlaydi va shu hisobni oson usulda bajarishimiz uchun to'g'ri birdan 20 gacha sondan ketma-ket qo'shib chiqish qiyin emas, lekin buni ham osonlashtiramiz. Birdan 20 gacha bizda 20 ta son bor. Yana guruhlashni amalga oshiramiz. 1 va 20, 2 va 19, 3 va 18. Bunda hosil bo'ladi har bitta yig'indan 21 ga teng bo'lib qoladi. Endi yig'inlarning guruhlarda hosil bo'lgan soni nechta ekanligini topishim uchun o'zi birdan 20 gacha 20 ta son bor va ikkitasini bitta guruh qilganligi sababli 10 ta guruh bo'ladi va har bir guruhim 21 ga teng. Demak, natija 210 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, keyingisi 99 va 100-savolni belgilaganmiz. 99. 3 ta javonda 210 ta kitob bor. Birinchi javonda, ikkinchisiga 10 ta, ikkinchi javonda, uchinchisiga 20 ta kitob olib qo'yilsa, dastlab kitoblar soni teng bo'ladi. Dastlab har bir javonda nechta kitob bor? Demak, 3 ta javon bor ekan bizda. Birinchi javon, ikkinchi javon. Uchalasida bor, bizda 210 ta kitob bor deyapti. Va shartlarni teskari tarafda masalan ishlab kelamiz bunda. Qanday? Olib qo'yilgandan keyin uchalasi soni teng bo'ldi desa, olib qo'yilgandan keyin uchalasida nechtadan olib qoladi? 70 tadan. Ya'ni har bir kitob javoniga 70 tadan to'g'ri keladi. Endi shartga qaytamiz. Birinchi javondan ikkinchisiga 10 ta. Agar birinchisidan 10 ta kelsa, unda 70 ta qolishi uchun birinchi javonda bizda 80 ta kitob bo'ladi. Endi ikkinchi javondan uchinchisiga 20 ta. Demak, birinchisidan 10 ta olib qo'yilsa va ikkinchisidan 20 ta olinsa 70 ta bo'lishi kerak. Endi ikkinchisida ham nechta bo'ladi? 80 ta. Sabab birinchisida 10 ta kelsa bunga 90 ta bo'ladi. 90 tadan keyin 20 tani ayirsak 70 ta qoladi. Endi uchinchisidagini topishimiz uchun oson. Birinchi ikkita javondagini qo'shamiz va jamisidan ayiramiz. 52 ta kitob qolar ekan. Dastlabki har bir javonda bor bo'lgan kitoblar soni. 100-si aynan bu ko'p uchrayotgan savol. 43 sondan shunday 3 ta raqam o'chirildiki, natijada eng katta son hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan sonni toping deyapti. Demak, eng katta hosil bo'lish uchun biz boya aytdik, birinchi raqam eng katta bo'lishi kerak. 3 tadan o'chirgandan keyin eng katta hosil bo'lsin desa, demak 9 manda kelgan eng katta hosil bo'lishi. Va qolgan holatda 3 tasini o'chirsam, albatta 9 dan kichik bo'ladi. Shu sababli birinchi 3 taning o'zini o'chirishim yetarli. Xo'sh, keyingisi bizda keyingi misolimiz 101 va 102 ni olgan ekanmiz. 101, demak bu guruhlashga o'xshab 1 + 2 + 3 + hokazo +200 berilgan. Bunda ham yana guruhlaymiz. 1 bilan 200 ni, 2 bilan 199 ni guruhlarini yig'indisi 201 va 1 dan 200 gacha 200 ta son bor. Har ikkitasini bitta guruh qilsam 100 ta guruh bo'ladi. Ya'ni 201 daka 100 ta, bu degani 20.000 100 ga teng bo'lib qolar ekan. 102-si demak A sonini deyapti. 1 + 3 + 5 + hokazo +25 ga
B soni 4 plus 12 plus 20 plus va hokazo plus 100 ga teng bo'lsa, bizdan so'rayapti B taqsimda A nimaga teng? Demak, to'g'ridan to'g'ri B taqsimda A ni hisoblashim uchun ifoda tuza olaman. B taqsimda A kerak menga. Mana bu 4, 12, 20 va 100 da umumiy ko'paytiruvchi bor. Ya'ni 4 ni o'zini 1 kara 4, 12 ni 3 kara 4, 20 ni 5 kara 4, 100 ni 25 kara 4 desa, barchasi 4 umumiy ko'paytiruvchi bo'ladi. Va shundan chiqarib olsam, 1 plus 3 plus 5 plus hokazo plus 25 taqsimda 1 plus 3 plus hokazo plus 25. Demak, bu yig'inmalarni qisqarib ketib, natija 4 ga teng bo'lib qolar ekan. Keyingisi biz belgilamaganmiz, qolgan barchasi ko'rinadi deb. 106-si, demak bizda 1 dan to'g'ri 124 gacha berilgan sonlar ketma-ket yozilgan. Shu o'rtada 100 ta raqamni topingki, yig'indisi eng kami bo'lsin. Ya'ni eng kamida bo'ladigan holatni topishimiz kerak. Bular qaysi sonlar oralab. Demak, raqamlar yig'indisi eng kam bo'lishi uchun u yerdagi nollar soni ko'p bo'lishi kerak. Ya'ni nollar soni ko'p bo'ladigan qismni belgilaydigan bo'lsak, albatta 1, ya'ni 10 dan boshlab sanaydigan bo'lsak, 10, 100 va 1000. 10.000 bo'lolmaydi. Sabab bizda toki 2024 gacha deganligi sababli eng katta holatda 4 xonali sonlarni sanab olamiz. Nimaga endi 2000 kirmaydi, nimaga 20 kirmaydi? Sabab bir raqam 0 yig'indisida, lekin 2 bilan 0 oladigan bo'lsak, bu yerda 2 bo'lib oshib ketishi sababli. Endi nollar soni ko'pligi jihatdan biz 100 ta raqamni nollarga to'ldirilgan holatda to'ldiramiz. Ya'ni 1000, keyingisi 1001, keyingisi 1002, keyingisi 1003 va hokazo toki 1024 gacha bo'ladi. Sabab toki mana shu holatda 1000 dan boshlab toki 1010 gacha bo'lgan holatda nollar soni eng kamida 3 tadan uchraydi va undan oladigan qismimizdagi nollar bu 100 ta raqamni yig'indisini kichik bo'ladigan 100 ta raqamni to'ldirishga yordam beradi. Demak, bu yerdagi sonlarning raqamlar yig'indisini so'ragan, 1000 dan boshlab hisoblaydigan bo'lsak, biz oxirgi sonlarni olib chiqamiz. Ya'ni 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus va hokazo plus toki 24 gacha. Sabab nimaga 24 gacha oldim? Bu yerda 100 ta raqam degan, biz 4 xonali sondan olyapmiz. Shu sababli 25 ta 4 xonali son bo'ladi. 1000 dan boshlaganimiz uchun bu degani 1024 gacha plus endi birinchi o'rinda keladiganlari 25 ta 1000 ifodalaydi. Yig'indini hisoblaydigan bo'lsak, 1 dan toki 24 gacha bo'lgan sonlarimiz yig'indisi 120, 120 ga 25 ni qo'shadigan bo'lsak, natijamiz 145 ga teng bo'lar ekan. Keyingi savolimiz esa 107-si yilning, ya'ni bir yilning yanvar oyida 4 ta juma, 4 ta dushanba bo'lsa, oyning 20-kuni haftaning qaysi kuniga to'g'ri keladi? Demak, yanvarni bilamiz. Yanvar oyi 31 kundan iborat. Endi sanalar bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni bizda hafta 7 kundan iborat, har bir haftaning kuni 7 kundan keyin takrorlanadi. Demak, bizda 1-yanvar kunimiz dushanba bo'lib qolsa, dushanbada 1-yanvarni belgilasak, undan keyingi dushanbamiz 8, undan keyingi dushanbamiz 15, undan keyingi dushanbamiz 22 va undan keyingi dushanbamiz 29. Bu degani bizda 5 ta bo'lib ketdi. Demak, 1-yanvar dushanbaga to'g'ri kelmas ekan. Endi 2-yanvarni olamiz. 2-yanvar dushanba deb belgilagan bo'lsak, 2, 9, 16, 23 va 30. Yana 5 kunga to'g'ri keldi. Shuning uchun 5 ta dushanbaga to'g'ri keldi. Shuning uchun 2-yanvarni ham olamiz. Endi 3 dan boshlab hisoblasak, 3, 10, 17, 24 va 31. Demak, bu 3-yanvarni ham dushanba deb hisoblaydigan bo'lsak, bizda 5 ta dushanba bo'ldi. Endi 4-yanvarni olamiz. 4-yanvardan boshlab hisoblasak, keyingi dushanbamiz 11, undan keyingisi 18, undan keyingisi 25 va shu kuni o'zi, ya'ni 4 ta dushanbaga to'g'ri keldi. Endi 4 ta juma deyapti. Aynan shu holatda 4 ta jumaga to'g'ri keladi. Deylik, haftaning 4-sanamiz bizda dushanbaga to'g'ri keladigan bo'lsa, haftaning juma kuniga o'tadigan sanamiz, qaysi bo'ladi? Dushanba 4 bo'lsa, seshanba 5, chorshanba 6, payshanba 7 hamda jumamiz 8 ga to'g'ri kelar ekan. Demak, 8 dan boshlab olsak, 8, 15, 22 hamda 29. Mana bo'ldi. Demak,
haftaning qaysi kuniga to'g'ri keladi deb bizdan so'rayapti. 20 kuni. Agar 22 juma bo'ladigan bo'lsa, bizda 21 payshanbaga to'g'ri keladi, 20 esa chorshanbaga to'g'ri keladi. Ya'ni teskari sanoq tartibida 100 ta natural son yig'indisi, ya'ni 108-savolimiz 100 ta natural son yig'indisi 103 ga teng ko'paytmaning eng katta qiymatini toping deyapti. Demak, 100 ta natural son yig'indisi 103 bo'lish uchun bu yerda birlar soni bir nechta bo'lish kerak. Ya'ni toki masalan 99 ta bo'lishi mumkin, 98 ta bo'lishi uchun har bitta holatni ko'rib chiqamiz. Deylik 100 ta natural son degan bo'lsa, keyin 99 ta 1 va plus 4 bo'lsin. Bu holatda bizda nima hosil bo'ladi? Bu yerdagi ko'paytma eng katta qiymat qabul qilish uchun 99 ta 1 ni ko'paytmasi 1 va 1 karra 4 bizda 4 ifodalaydi. Endi agar men o'zgartiradigan bo'lsam, ya'ni o'zgartirish qanday? 98 ta 1 olamiz. 98 ta 1 va plus 5 bo'ladi. Agar 5 ni oladigan bo'lsak, 98 va 5 ni oladigan bo'lsak, bu yerda natural sonlar soni 100 ta bo'lmay qoladi. Shu sababli 5 ni o'zini men 2 plus 3 shaklda olaman. Endi ko'paytmani hisoblaydigan bo'lsam 1 2 3, ya'ni natijam 6 bo'ladi. Endi yana to'ldirishni boshlayman. Qanday? Deylik bizda 97 ta 1 bo'lib qolsin. 97 ta 1 bilan bizda qoladi endi 103 bo'lish uchun 6. Lekin bu yerda toki 100 ta natural son bo'lishimiz uchun biz 97 dan keyin 3 ta natural sonni bo'lishimiz kerak. Ya'ni 6 ni 2 plus 2 plus 2 shaklida olaman. Hamda bunda ko'paytirib 1 2 2 2, ya'ni hosil bo'ladi bizda 8. Agar boshqasini oladigan bo'lsam, bu yerda sonni to'g'ri kelmay qoladi. Sabab masalan 96 ta 1 va uni davomiga qo'shishim kerak bo'ladi 7 ni. Bu yerda 7 ni bir vaqtning o'zida 4 ta natural sonni yig'indisi shaklida yozib bo'lmaydi va ko'paytma yozib bo'lgan taqdirda ham ko'paytma 8 dan kichik bo'lib qoladi. Undan keyingisi, demak 109-savolimiz 3-betdan boshlanadi. Ya'ni kitob 3-betdan boshlanadi. Kitobni sahifalash uchun 1042 ta raqam ishlatildi. Kitob necha betli? Ya'ni kitobda varaqalar soni bilamizki, birinchi muqoma, muqomadan keyin birinchi keladi bizda mualliflar va kitobning xarakteristikasi haqida matnlar beriladi. Undan keyingi asosiy sahifadan boshlab 3-betdan hisoblanadi. Endi 1042 ta raqam ishlatildi deganda tasavvur qilishimiz uchun agar kitobimiz 2 xonali sonlargacha bo'lgan qismni egallab olsa, boya bir misolda ko'rdik. 1 dan to'g'ri 99 gacha bo'lgan sonlar ketma-ket yozilsa, necha xonali son hosil bo'lishini, ya'ni bu raqamlar soni 189 ta raqam ishlatilar ekan. Demak, albatta kitobimizning beti 3 xonali sondan iborat. Endi 3 dan boshlanganligi sababli 3 4 5 6 7 8 9 nechta bir xonali son ishlatildi? 1 2 3 4 5 6 7. Demak, 7 ta bir xonali sonimiz ishlatildi. Bu degani 7 ta raqam ishlatildi. Endi 10 dan boshlab 10, 11, 12 va hokazo to'g'ri 99 gacha nechta raqam ishlatildi desa, boya hisobladik. Demak, 180 ta raqam ishlatilar ekan. Sabab 10 dan to'g'ri 99 gacha 90 ta ikki xonali son bor. Har birida ikkita raqam bo'lgani sababli 180 ta raqamni ifodalaydi. Demak, endi 100 dan boshlab men to'g'ri 99 gacha hisoblasam, 999 gacha hisoblasam, bu yerda 900 ta 3 xonali son va 900 ta 3 xonali sonni har birida 3 ta raqam. 3 ta raqam olsam, bu yerda 2700 ta raqam ishlatiladi. Lekin mendagi raqamlar soni nechta? 1042 ta. Demak, bu nechagachadir bo'lgan 3 xonali son. Uni endi belgilayman. Endi toki n'gacha nechta 3 xonali son ekanligini topishim uchun, boya qoida o'rgandik, natural sonlar orasidagi farqni topishimiz uchun belgilaganimizdan bitta oldingisini ayirishimiz yetarli. Demak, n-99 ta 3 xonali son ishlatilgan, har birida 3 ta raqam. Plus 7 ta bir xonali, 7 ta raqam va 180 ta 2 xonalining raqamlari. Demak, bu teng bo'lishi kerak 1042 ga. Demak, n-99 kara 3 teng 1042 minus 187. Ayirmani hisoblasak necha bo'ladi? Demak, 5 13 bo'lsa, yana 5 9 bo'lsa, demak bizda 8 qolar ekan. Ya'ni 855 bo'ldi. 855 3 ga bo'lsak, ya'ni n-99 hisoblaydigan bo'lsak, 855 ni biz bo'lishimiz kerak 3 ga. Demak, n-99imiz teng bo'ladi nechiga?
2, 8 va 5. Demak, bu yerdan n ni topib olsam 285 ga 99 ni qo'shishimiz kerak. Bu degani 370 ga qo'shamiz 14 ni 384. Demak, kitobim 384 betlik ekan. Va asosiy birinchi mavzumizda kelgan eng oxirgi savolimiz bu 1, 2, 3, 4 va hokazo 99, 100 gacha toq o'rnida turgan raqamlarni o'chirsak deyapti. Tushunarli bo'lishi uchun bir nechtasini yozamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 va hokazo ketdi 99, 100. Endi tushunarli bo'lishi uchun toq o'rnida turgan raqamlar degan, demak 1-chi, 3-chi, 5-chi, 7-chi, 9-chi. Endi 10 o'chmaydi yoki 10 o'chmaydi. 10 ni 0, 11 ni 1, 12 ni 2, 13 ni 3 va hokazo shu tartibda o'chirilsa eng oxirida qolgan raqamni toping deyapti. Men buni qulay usulni o'ylab topganman. Ya'ni aynan o'zim. Sabab bu misolni biz o'tgan abituriyentlar bilan ishlaganda bir doskaga bo'lib yozib chiqdik va shuni tekshirdik aynan usulda o'sha son qolar ekan. Endi o'zlaringizga misol tariqasida shartli ravishda yozib chiqasizlar va toq o'rindagini o'chirasizlar, aynan o'sha raqamni topish uchun. Sabab qiyin usulni bilmagan bo'yicha osonni tushunish qiyin. Endi osonni deganda nimani tushunamiz? Biz juft va toq o'rin haqida gaplashyapmiz. Juft va toq o'rin bu ikkilik. Ya'ni har ikkitadan bittasi nima qilyapti? Ketyapti. Bu degani har ikkitadan bittasi ketdi degani berilgan sonning raqamlar soni bo'yicha 2 ning maksimal darajasi bor. Ya'ni 1 dan boshlab 1, 2, 3, 4 va hokazo 99, 100 ni olsam, bu yerda necha xonali son hosil bo'ladi? Necha xonali son hosil bo'lishini topishim uchun 9 ta bir xonali, 180 ta, ya'ni 90 ta ikki xonalining har birida ikkitadan bo'lgani 180 va 100 ni o'zida 3 ta raqamdan qo'shamiz 3 ni. Bunda hosil bo'ladi bizda 192 xonali son. 192 xonali sonni toq o'rindagi, ya'ni 1 dan boshlab 1-chi, 3-chi, 5-chi, 7-chi va hokazo tartibda o'chirilgan bo'lsa, bu yerda 2 ning darajalari ishlaydi. Qanday? Ya'ni qoida. 2 ni birinchisi 2, 2 ni kvadrati 4, 2 ni kubi 8, 2 ni 4-inchisi 16, 2 ni 5-inchisi 32, 2 ni 6-inchisi 64, 2 ni 7-inchisi 128, 2 ni 8-inchisi 256. Qarang, oshib ketib qoldi. 256 ta raqamim yo'q. Manda nechta raqam bor? 192 ta. Demak, 192 ta raqamni ichida olishim kerak 128-chi tartibda qoladigan. 128-chi tartibda qoladigan raqam o'sha qoladi. Ya'ni 128-chi o'rinda turgan raqam qoladi degan. Buni topishim uchun nima qilaman? 128-chi o'rinda qaysi raqam turganini topishim kerak. Bu sababli endi bu o'zi 2 xonali son bo'lsa 180 ni oshib ketdi. 1 xonali son plus n menda noma'lum son. Qaysidir sonni o'rni. Endi ungacha bo'lgan nechta 2 xonali son borligini topishim uchun 9 dan yarashim kerakmi? Va har birida ikkita raqam borligi uchun 2 ga ko'paytiraman va buni tenglashtiraman nechaga? 2 ni qaysi darajasi bor edi bizda? 128-chisi. Demak, 2 ni 7-inchisi 128 ga tenglashtiraman. Hisoblashim kerak. n-9 kara 2 teng bo'ladi nechiga? 119. Endi savol tug'iladi. Natural sonlar aniq son. Ayirsam aniq son, ko'paytirsam yana aniq son. Lekin hozir 119 2 ga nima qilinmaydi? Bo'linmaydi. O'sha uchun bitta xona siljitish tariqasida men olib qo'yaman. Buni 118 deb aytaman. 118 deb aytsam, n-9 teng 118 bo'ladigan bo'lsa necha bo'ladi? 59. Va n ni topsam necha? 68. E'tibor beringlar. Men olgan 119-chi o'rinda turuvchi, ya'ni mana bundan bitta kamini oldim. Ya'ni bu degani 127-chi xona 68 ni qaysisi 8 ga tushadi. 68 ni 8 bo'lsa menga qaysi kerak? 128-chisimi? Undan 68 dan keyingi soni necha? 69 va 128-xonam 6. Demak, albatta o'chirib chiqsam
69 ni 6si qolar ekan. Demak, bizda qoladigan raqam 6. Bu usul o'tgan yil ana endi shu usulni topishim uchun menda 4 soat vaqtim ketgan. 4 soat faqat bitta misol ustida bosh qotirganmiz. Qotirganman. Sabab ular faqat daftarga yozib kamroqga ishlagan edi, bir-birini o'chirib. O'zimga ishonmasa shuni doskaga misol yozgan tekshirib chiqaman. Qolgan ixtiyoriy son uchun ham bo'ladi. Deylik, masalan, endi bizga 1 dan to'g'ri 100 gacha emas, 1 dan 1000 gacha desa ham bo'ladi. 1000 gacha bo'lganda necha xonali, necha xonali son bo'lishini topamiz. Aynan o'sha xonaning ichida 2 ning qaysi maksimum darajasi bo'lsa o'sha bo'ladi. O'sha xona turgan raqam bo'ladi. Tushunarli? Demak, bu IDCdagi birinchi mavzumiz ustidagi aynan qiyin deb olgan misollarimiz yechimlari bo'ldi.